Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari, mana bunday haqiqiy ekizak ona bola ishqibozlari. Akalar, bugungi videoni oxirigacha ko'rib, erinmasdan videoni boshidan like tirs bosib, kommentariyada iliq fikrlaringizni qoldirib turasizlar. Bugungi mana shu qo'yimizni sizlarga chiroyli qilib zo'rini chiqarib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Sizlardan paddeshga bizdan qo'ydi arzon variantdan deydi-yu. Shunaqasidan keldi akalar. Bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Akalar, videolarimizni Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz. Bugungi mana shu bir dona ona bolani go'zalidan kelib qoldi. Egizak. Bolalar ikkalovi ham qo'chqor. Xudo xolasa, qo'chqormisan, qo'chqor, xudo xolasa. Qo'ydi baqa shudachi? Haqiqiy go'zalidan bolalar qarang. Jonivorlar. Onasi ham o'ta zo'r. Afg'on sifat ona ham. Bolalar qarang. Tikka ayirdim-ba qo'chqor mana. Hali ham yemi yurib bolalarini. Jonivorlar, bolalarni qarang. Tozasidan, zo'ridan, tikka ayirdimbasidan. Yuzlari ham bir xil jonivorlardi bolalarini. Haqiqiy zo'rini izlaydigan akalarimizga buni paddesa ko'ramiz akalar. Qo'yimizni yoshi 6 tishga to'ldirdi. Ushlarchi qo'ydi tishini ko'rsatib qo'yamiz akalar. Mana chinotchi, mana realni 6 tishga to'ldirdi. Xudo xolasa yana 3-4 ta xotirjam bolasini olib yurasizlar. Qo'yimiz bittaybi dalada yurgan dalanavachi. 1 gram yem ko'rmagan qo'y, ariqroq. Mana bu ikkita bolani shunday qilib olishni o'zi bormi akalar? Qo'ylar bolalarni ko'rib turibsizlar. Bolalarni haqiqiy go'zal qilib berib qo'y. Titi. Bo'yini ham o'lchab o'tamiz. Ushagin qo'ydi, metrni ham olib o'lchab o'tamiz. Mana akalar qo'yimiz. Xudo xolasa hozir bo'yini o'lchab ko'rsatamiz. Mana yerdan mana qo'li tekis holatda mana. O'zlaring ko'rib necha yoshlarga bo'laverasizlar mana. Jonivor yuzini qarang, jonivorni haqiqiy tiniq variant, tula bo'lgan qo'yimiz. Mana bolalarning yuzini qarang, bir-biridan go'zal. Jonivorlar toza hisorini, zo'rini boqaman degan akalarimizga shuni aytib ko'ramiz akalar. Jonivor haqiqiy go'zaldan idealdan. Tishlari 6 tish ko'rganlaringda, bo'ylari 80 ga o'rasizlar. Jonivor. Dumba tomonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Qo'yimiz ariqroq jonivorlar. Lekin bolalari o'ta go'zal jonivorlar mana. Bu bolalarni qarang. Haqiqiy zo'rini ishqibozi aloqada bo'lib turarasizlar akalar. Bolalarni qarang jonivorlar. O'zi pashti bolalari ham qo'y bo'lib qolgan. Yem hashakda onasiz bilan teppa-teng bosishib yotibdi jonivor. Bolalari ham ajratadigan bo'lib qoldi, lekin onasi bilan yursa haqiqiy go'zal bo'ladigan qo'ylardan. Qo'chqorni ham zo'rdan qo'shilgan oyoq qo'lini qarang. O'ta uzun jonivorlar, haqiqiy zo'rini ishqiboz akalar. Allohga ko'rasizlar. Qo'yimiz kelganiga 2-3 kun bo'ldi. Yeb ichishi vafshi zo'r, ideal holatda. Nima bersangiz yeb yo'radi. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi qo'yimiz. Yemoq-ichmog'idan bir hafta sinovi bor. Uylariga borganda sinab olarasizlar. Kasal-kusal yo'q. Qo'yimizda xudo xolasa aybi yo'q. Sal charchog'i bor, shunga o'ylanib hep turibdi jonivor. Shunday bolalarni katta qilib olishda o'zini aytganlar. Bolalari ham o'zi bir 2 oylik bo'lib qolgan bo'lsa kerak taxminan endi. Tikka ayirdim mana bolalari. Ikkalovi ham bunaqa osilib ketadigan dumbadan emas. Onasini ham dumbasi shunaqa. Jonivor. Jonivormi? Bolani turishini qarang, bolani. Haqiqiy zo'ridan, go'zalidan akalar. Jonivor. Akalar, videoni qisqa qilaman. Narxiga o'tay buni akalar. Narxi 15 million, 13 million narx emas akalar. Tekis 12 million so'mga ketaveradi. Ishqiboziga, telefon qilgan odamga xayri bor. Shoshilib aloqa chiqarasizlar. 3 dona soni. Bitta ona, ikkita bola. 12 million so'mga telefon qilgan odamga xayri ham bor. Ishqibozda shoshilib aloqa chiqarasizlar akalar. Videoni shu yerda to'xtatamiz. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, bittadan like qizartirib tirs bosib qo'ying. Kanalda iliq fikrlaringni qoldirib boraverasizlar. Biz yanada zo'rlarini chiqarishga harakat qilamiz. Obuna bo'lish ham esdan chiqmasin akalar. Kanalda rivoj